Bir narsaga tushunmayapmiz-da do'stlar, qaranglar. Hozir Qozog'istondan pechat urdi, to'g'rimi? Chiqib ketdi degan. Lekin hali Rossiyaga kirganimiz yo'q. Biz hozir qayerda turibmiz? Hozir biz Kavkazda Nelegal bo'lib turibmizmi? neligan hozircha? Hozir mana hali Rossiyadan chegarasiga yetib borganmiz, lekin Qozog'istondan chiqib ketdi degan pechat urdi. Shu qiziq bo'lyapti do'stlar, biladiganlar bormi? Biz hozir qaysi davlatdamiz? Ha? Qozog'istondamizmi, Yo'q, Rossiyadamizmi? Qozog'iston chiqarib yubordi bizni, mana deb. Bo'lmasa Rossiyadamiz. Hali Rossiyaga kirganimiz yo'q. Hali kirganmizmi? Bo'lmasa muallaq joydamiz ekanda. Do'stlar bir kommentga yozinglar-chi, hali Rossiyaga mana u turibdi, u yoqda turibdi chegarasi. Hali kirganimiz yo'q. Xabari ham yo'q Rossiyani. Bu yoqdan Qozog'iston chiqarib yubordi. Hozir biz qaysi davlatda turibmiz, qanaqa joyda turibmiz do'stlar? Buni tushunib bo'lmayapti. To'g'rimi? Ha, yozsin kommentariyada. Qiziqarli holatda do'stlar. To'g'risi mana. Buni ham yechimi bo'lar? Ha, buni ham yechimi bor. Yozinglar-chi do'stlar, safarimiz 19-kuni hozir Rossiyaga o'tib ketyapmiz. Inshaalloh bironta sim karta topamiz yoki Wi-Fi qilib, agar o'tib olsak, inshaalloh yaxshi niyat o'tib olsak,